do'stlar, sizlar bilan Dalasamava. Sizlar Dalasamava kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak do'stlar, bugungi videomizda Team of 2025 yashil kartali futbolchilarni olamiz. Demak do'stlar, bu mening mana bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu asosiy akkauntim. Mana. Hop do'stlar, mana bu yerda men Start New Division deb qo'yibman. Yangi divizionga o'tamiz. Mana bu yerda meni diviziondagi Legendary divizionga o'tish, Elite divizion Legendary divizionga o'tish jarayoni. Hop do'stlar. Mana o'zlaringiz ko'rib turibsiz. Mana bu yerdan birinchi divizionga tushib ketgan va Legendary divizionga o'tgan jamoalar ro'yxati, bu yerda erishgan kuboklarim. Hop mana bu yerda do'stlar top gol soccer Lionel Messi turibdi, top assistsa esa Jonathan David. Do'stlar bu yerda 15 ta gameplay, 14 ta g'alaba qozonganman. 30 ta gol urilgan jami. Gol kontent deb qo'yibdi. Bu yerda bunlarni ola olmabmiz birortasini. Va do'stlar, biz yangi divizionga o'tyapmiz. Mana. Demak do'stlar, bu yerga qaytib oladigan bo'lsak do'stlar, mana bu yerda endi Team of 2025 ro'yxatiga o'tib oldik. Mana bu yerda bizda 10% deb qo'yibdi. Hop do'stlar, bularni chaqirishdan oldin asosiy tarkibga albatta Shomurodov, Husan kabi. Yo'q do'stlar, Onana tushirsak darvozabonga. Onana. Shu kabi futbolchilarni tushirib qo'yamiz, qani. Bizga ko'ngildagidek futbolchilarni berarmikin? Buni sinab ko'ramiz do'stlar. Bugungi videomizda qani kuchsiz futbolchilarni tushirib qo'ysak, o'yini pastroq futbolchilarni tushirsak, bizga birorta legendariy futbolchilar berishi mumkinmikan? Shuni bir sinab ko'rsak, bizda reytingi past bo'lgan futbolchilarni albatta bu yerga tushirib olyapmiz. Di Mariyani ham bu yerga tushirsak bo'laveradi. Demak do'stlar, mana bu yerda Rare Scout ham chaqirib ko'rib qo'yamiz. Hop do'stlar, bu turaversin. Demak, biz birinchi legendarniy agentimizni chaqirib ko'ramiz. Team of 2005 yashil kartali agent tusharmikan? Qani, bismillahirrohmanirrohim. Birinchisini bosdik. Qani do'stlar, kim tushar ekan bizga? Do'stlar, Bukayo Saka bizga namoyish etilmoqda. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Demak do'stlar, biz mana bu yerdagi futbolchini chaqiramiz deganimizda, bu yerda bizda futbolchi sotib yuborishga to'g'ri kelyapti. Demak do'stlar, biz Bukayo Sakani sotib yuborishga majburmiz yoki boshqa variantlari yo'q bizda. Bu yerda Bukayo Saka mana bu yerda ekan do'stlar. Bukayo Sakani biz fitness kuchaytirgichga sotib yuborsak ham bo'laveradi. Do'stlar, demak do'stlar, biz endi navbatdagi Rare agentini chaqiryapmiz do'stlar. Nice.
Ko'rgan bo'lsangiz videoga like bosishni unutmang. Bu Ramiro ismli hujumchi 71 reytingli. Sizlar mana bu yerdagi skautlarga bizda Bundesliga klubida yana bir skaut chaqirib ko'ramiz. Orzuroq futbolchilarga solib qo'yamiz. Xo'sh do'stlar, keyingi skautimizda bizga kim kelarkin? Va do'stlar mana bu yerdagi Ramironi sotib bersa, texnikaga sotib yubordik. Mana bu futbolchini olib qo'yamiz. Futbolchini ham fitness ko'rsatishga sotib yuboramiz. Okey bolalar, videoni shuncha ko'rgan bo'lsangiz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videomizda albatta mana bu futbolchilarni bu yerdagi olmoslarimizni ko'paytirgan holda olishga harakat qilamiz. Shuning uchun videoni shuncha ko'rgan bo'lsangiz, bu videoning keyingi qismini o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman. Chunki keyingi videomizda albatta bu futbolchilarni olishga harakat qilamiz. Demak do'stlar, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Pastda silkasini qoldiraman. Rahmat, sizlar bilan Davlat Simova bo'ldi.